Sulaymon payg'ambar chaqiribdi. Bu yoqqa oting nima? Sulaymon. Shu nomimda ekansan, adashganmiz, mana shu govharni olgin. Bu juda qimmatbaho tosh. Bitta mamlakatni sotib olasan ham, ehtiyot qilgin. Hali govharni olib tomosha qilib ketayotgan ekan, qo'lidan bitta shu govharga ishqoz qush bo'lar ekan, shunda qo'ldan tishlab olib ketib qolibdi. Endi uzuvlarida hamma narsani ko'rardilar. Sulaymon payg'ambar uzuvlarga mundoq qarab, nima qilyapti ekan Sulaymon, boydimikin desa, yana gezarib qonni och yurganmish. Olib kelinglar. Qani tosh yo'qotib qo'ydim. Men ol. Bu ikkinchisi, ehtiyot bo'lgin. U yog'iga qistiribdi, bu yog'iga qistiribdi. Bir suvdan o'tadiganiga to'g'ri kelib qolibdi. Og'ziga solib suvdan o'tayotganda bir nima bo'lib, ha degan ekan, og'zidan suvga tushib ketdi. Yana 5-6 kundan keyin uzuviga mundoq qarasa, Sulaymon o'shanda olib keldi. Mana bu oxirgisi, bu dunyoda o'zi 3 ta. Men 3-chisini olgan. 3-chisini ham bir sirg'anib yiqilibmi, bir nima bo'lib yo'qotadi. Oxiri qarasa yana shu chaqiringlar bu yoqqa deydi. Ey odammas, asl noshud ekansan. Men seni Xudo aslida seni shunday yaratgan ekan, men seni boy qilaman deb harakat qilibman. Yo'qol ko'zimga ko'rinma deb yoribdilar. Haligi Sulaymon aytarmish, Alloh mingta payg'ambar bitta Alloh bo'lolmas ekan. 40 yildan beri boqasan, a'zolarni bergansan, biron marta koyiymaysan. O'zingga ham sano bo'lsin. Bandang payg'ambaring 3 marta yordam berib yuzimga solib dargohidan haydadi-ya, yig'lab bir joy kelimda o'tirsa, daraxtni qovog'ida bir narsa yalt qilamiz. Borib qarasa, uchovini ham o'sha qush olib iniga qo'yib qo'ygan ekan. Buni Alloh berdi endi. Halini olib bir payt qarab qo'yishini oshitdan deb uzukka qarasalar, qasr qurdirayotganmiz bir shaharda, zo'r kiyim olgan. Darrov oldiga borib, ha Sulaymon desa, hay payg'ambar, Alloh berdi, uchovini berdi. Alloh bergani abadiy bo'ladi. Yopishadi. Birovniki minnatli bo'ladi. Minnat qilmay berganga egil. Minnat qilmay berganga boshingni yerga qo'y. Shu zotni qilma deganini qilma, qil deganini qil, baraka topasan.